Kırgızstan elim, assalamu alaikum, kalın jurt. Men Aşırbayev Ergeç Mamat'mın. Emne üçün keldik bu yerge. Emne üçün bu kalın jurtga anan Kırgız Respublikasının biliklerine kayrılgımız geldi. Sebebi 5-6 oktyabr 2020 yıl el tolkundosudan keyin bilikte struktura özgörüp жаңа sistema, жаңа strukturada iştey turgan kişiler bilikке keldi. Alar karapayım el ya karayыбыз, karapayım eldin köygölörü ya mani berебиз деген kişiler. Oşonda biz коомдук uyum tuzulup bizde жетекчибиz Талант Разаков meni Ноқатқа jo'natdi. Sebebi men Ноқат rayonu жаңы Ноқат айылында төрөлгөнмүн. O'sha yoqda жашаймын. Senin elin eкен, elдің көйгөлөрүгө sen жакшы түшүнөсүң көбүрөөк деген маанада мени jo'natdi. Men kelip el менен сүйлөшүп, tanışıp başladım. Elдің көйгөлөрү köygöy degende men bardığımızda bardıq elde köygöyler var. Bırak köygö bu çeçilbay turgan bilik, o güç organları, nizam organları, sottor çeçbay turgan işlerde aytıp atam köygöy dep. Hazır şul manada el kayrıldı, bizge jardam bergiledi. Bizde funksiyabız, bizde ustabızda bir anı karmap, karpsan yerde cebi olsam palbın var mı, bakşısı var mı, çinovnik var mı, sen mınday ayıp kılıpsın deyip karmavayız, kamavayız, onu dokumentlerini teriştirevayız, hukukuz yok. Biroq o'sha mamlaketlik bilik organlarından buna karapayım elderge karabaysin yeri degen talapты koya alabız. Bizde ustabızda şu. O'sha bizde özümüzde funksiyabızdan kelip çıkıp men elderdi köygölörünü, arızlarını alıp emne bolup atat dep jurnalist katары иликтеп керекті organlarga kayrılıştı maslahat berip alar kayrılıştı. Бұл жаңы Ноқат 30-32 min el yaşasa oşonu çoğun ayıl nasilini köp alcırdı. Oşolarda köygöylörü eldin bir bölögünü çeçilbay turgan har turdu jaman hareketler arkalı baylar deyimiz, çinovnikler deyimiz, aylık böt ve mamleketlik işxanalarda ayıpı menen bular jaman taşvişli kunlar başına düşüp atat bulardı. Hazır men ayttım, bilsin, bütün kalın jurt bilsin bu köygöydü. Ayıldı içindeyle sottan milisiyaga, milisiyadan prokuraturadan gosregistrga, anan ayıl hökümetke bolup ele tegirenipsiler, kıynalıp köçöde kalva kılar dedim. Hazır bu yerdagi kişiler bardığı birde problemaları. Emne 2003 yıldan başlap жаңы Ноқат айыл hökümetinde iştegenler hazırkı künge çeyin bir top mafyalı top boluşu olgan. Men bunu açık aytam. Kokustan kelip bile aytkaным жоқ. Bu jonunda 7 aydan beri Kamçıbek Kıdırşayev atına, Kurmanbek Zuluşev atına, Ulan Niyazbekov atına elderдің arızdарын köygölörünü jardam bergili dep kayrılıp kelip atabız. Alar bu problemalarda karap tekşirip Oş oblastlık prokuraturasına jönötse, Oş oblastlık prokuraturası adiletli çeçip bergile dep Ноқат rayonunun organlarına jönötse, alar tekşirip bergile dep milisiyalarga roboduga ötkörse, karışkırga koylarda tapşırıp atat. Oşa rayonda biyligi, milisiyaları, sotları, prokuraturaları bulardı köygölörünü çeçipay karıp salik jolдар menен çeçipay talan taraj bolup atat bulardı.
birday bulardı problemaları. Uy-joylari 2003 yıldan başlap şu kungacha talan-taraj bo'lib ko'chada qoldi mana shularni. Je o'zlari ko'chada qolyotar. Je yosh go'daklar 7, 8, 10, 15 nevaralari bilan yashab turgan uy-joylarini olib qo'ydi. Kimdir oldi? Bana 4 semya primer qatar 4 semyani olib keldik. Bardig'ini ko'rganlarim bor. Men jurnalist qatori ilkteb chiqsam, bularni bardig'ini jasalma dokumentlari 2003 yilda Жаңаноқат айыл өкіметінде ishlagan ayıl hökumət başçılardan başlap 2019 yılgacha ishlagan 3-4 yıl almashgan. O'shalar jasalma to'xtamlar jasab beribdi. O'sha jasalma to'xtamlar ayıl hökumətin to'xtamlari negizində Noqat rayonu mamlakatlik qattol Gosregistr. Ko'rat buni tushunish uchun Gosregistr deymiz. Gosregistr ayıl hökumətin jasalma to'xtamlari negizində jasalma qizil kitapdir jasab berishibdir. Ha, jasalma qizil kitapni Gosregistr jasab berebe. Emi o'shoni negizində sotlar chechim chiqarib atadi. Misoli buni ejemiz hozir o'zi aytib beradi. 50 yıldan beri yaşap turgan uy joyini bilmey sot visilene kılıp atat. Mana Kimyaxon ejemiz iki balası semyası bilan 7-8 nevarasi bor. Iki semyası baldarini uy joyini visilene kılıp koydu Noqat rayonunun sotu. Bardig'i jasalma dokumentlar bilan jasalgan ekan. Bular hazır bizden yardam sorasa bizde hiç qanday huquqimiz yok. Mamlaketlik organlar, bilik organlari dan yardam so'rab atamiz. Elektro işleri, tergov işleri yurib atadi. Biroq eski strukturada chiqarilgan sotning chechimlari negizida hozirgi kunda visilene bo'lib, shularni bardig'i uy joylardan quvib chiqarishib atadi. Bu qaray turgan kişiler var mı deb bizga qayrildi. Biz bilik organlarına qayrilib atamiz. Anan o'zlari dağı chiqsin, qalin jurt, el jurt bilsin deb kelganimiz. Hozir men o'zim jekka ilktomda shuni sizlarga ayriqcha aytib qo'ygim keladi. Ikramjon Majitov uyi olib qo'yilgan. 3-4 balası var, yosh balası. Kimyaxon eje Abdimitalipova. Bardig'ini arzlari bilik Bishkekdagi bordik bilik organlarining arzlari bor. Kimyaxon Abdimitalipova bu ayolni ikki farzandining uy joyini jasalma dokumentini olib qo'ygan. Abdurazaqova Mavludaxon ejemiz. Hozir endi peshini taqdir ekan, mana ayollar yaxshi tushunib buni, ikki qizlari uy bo'losdan ajrab ketib nevareleri şu apani qo'lunda, qizlari dağı 10-12 nevarasi bor. Bardig'i mektep yoshida. O'shalarda hozir chiq deb turib quvib chiqarib atadi. Sotning chechimi bilan. Bularni kim qilib atadi? Kichini aytib ketayin. Bularni Жаңаноqatda mafiyalik top bor. Alar yetim ota-onasi yo'qlar. 2010 yildagi o'sh probleması, etnik problemalarni uyushtirib tayyorgarlik ko'rgan bardig'i el bilet, siyosatchilar bilet. 2007-2008 yıl Noqat rayonluq SMB deb qo'yamiz, GKMB'nin Noqat rayonu bölümüne arzlanib, ani qamagan. Qamoqdan chiqib, qochib ketib, 2012 yıl Qirg'iziston soti tarafidan rozg berilgan. Kaçıp Qarmalbay o'tgan yili O'zbekistonda o'ldi al kishi. O'shoni tavaqdoshlari, bir kishini mafiyalik top bor. O'shoni tavaqdoshlari hozir upravlat etib kelyapti. Bu jonunda barliq bilik organlarini qayrilganmiz. Anan el norozi bo'laverib bir tug'an 19-yil bir tug'an jiyeni plemiani bu da atasından kalgan kresloda oturgizib o'sha upravlat etib atadi. Bunu kim qaraydi, kim ko'radi bilmayman. O'shalarda bir kuylug'i mananda qarapayım ellerinde talan-taraj qilib uy joylarini tartib olib ko'chada qo'yib atadi. Ular kim? Hozir elderdim bulardan aytishi bo'yicha bir qari bor ekan.
Al palbin baxshilikdan qiladi deb aytishyapti. Men bilmayman. Bu haqiqatga dal kelmaymi bilmayman. 5 yildan beri kurashib kelyapmiz. 2 bolamiz uyi. Bolali bor bolalar. Chiq degandingni bildik. Uydan chiq deb borganda bildik. Qanaqa qilib dokument qilgan jasama dokument qilishib borishibdi. Biz bilganimiz yo'q, eshitmani. Bolalarim bilan o'tirsa chiqasan uydan deb borishdi. Advokatlik qildi, xotini go'sregistrda nima qildi. Prokuraturaga bor dedi. O'yitga bordik. Sudga bor dedi, o'yitga bordik. SMBga bordik, bormagan joyim qolmadi. O'rgan so'ramadi bizda. O'sha oblastida ham, Noqat rayonida ham so'ramadi. Uydan chiq. Hozir yana chiqargan, hamma yo'q, singan. Men ham yolg'iz boshim bilan zo'rg'a qildim ularni. Bolalarim bolali bor. Boshchiligida bo'lyapti, hamma yo'q. Pullari ko'p ekan ularni. Nima qilsa bo'laverar ekan. Uyimizdan ko'chib ketdi o'rtog'i qandaydir. Chiqarib yuboryapti. Ko'chib ket demay chiqarib yuboryapti. Chiqib bo'shatib ber, bir oy uyda o'tiribsan deydi. Uydan bir materiallarni olib ketdi o'rtog'i, uyni da bo'shatib bersa o'rtog'i. Uyni bo'shatib bersa ko'chib borib o'tirar ekan. Oldi sotdi qilish 3-4 ta odamga sotishadi. Men kirgizmayman. Men uy solganman bu yerga deyman. Bu 2 bolamni uyda. Qanaqa janjal bo'lyapti. Hozir yana shu kunda 5 yildan beri kunda janjal. Bir kun xotirjam yotmaymiz. Sahar turishadi, yo 11 da borishadi, yo asrda borishadi. Ovqat vaqtida boradi, ovqat qilib bermayman bolalarga. Ertaman nonushta qiladigan vaqtda borishadi, yo nonushta qilolmaydi, och qoladi bolalar. Ozigan, to'zigan, kasal bo'lgan, nervdan mancha 5 yashar, 6 yashar bolalar. Har kuniga 5 yildan beri shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Shu yerga kelgan halol mehnat qiladigan bolalarim. Shu yerga shu najot to'xtarib keldim. To'g'ri yechib bersalaring bo'ldi. Men ashetta 15 yil, 16 yildan beri jigarim ezilib ketdi. Uyim, joyim bo'lmayapti. Xudodan qo'rqmas ekan. 10 ta nevaram bor. Xo'janim o'lib qolgan. 7 ta 8 tani bolam bor. Ularni xo'janim o'lgandan keyin uyladim, joyladim. Kuchim yetmay qolib yetimlarga berdim. Yetimlardan ajrab ketib, hozir bolalarim mincha bo'lib uyimizda. Shu visilena bo'lib melisalar kelganda bilib qopman. Makron bormi? Non bormi? Idish tovoq bormi? Uydagi hali polmas uyimiz. Chang. Melisalar bunda 3dan 3 qilib chiqardi. Shu sud oldida melisa bolalar, xizmatkorlar. Nimaga chiqaryapsiz dedim. Bitta qirg'izga bergan eng kichik qizim bor edi, 2 qat edi. 2 qat jonida yullab ketayotgan narsani dod deb mananda qaqilib osilib, hech kim yo'q endi. Dod deb osilib, uni ham yetimga berdim, biznikida yashaydi. Osilib tashab ketdilar, biz qayoqqa boramiz? Uyimiz yo'qsa qayoqqa boramiz? deb yig'ladi, osilib. Chachlari menda qo'rib, o'zidan keyin ko'ni ketib qolib, melisalarga toshdi, shu odindagi melisalarga o'tolmay qoldi. O'zini boshiga urib, kundan ko'ra o'lib qolganim yaxshi deb ashunaqa bo'ldi. Endi hozir boshi og'riqdan bo'lib, tinmay boshi og'riydi. Bu apani uy joyi 3-4-5 semya yashaydi-da. 5 semya yashay turgan uy joyi. Qasr emas, kichkina bir kechirib qo'yasinglar, bir otxonaga o'xshagan ela joy. Men videolarda barcha materiallar meni qo'limda. Biroq territoriya bor, 24 sotik yer bor. O'shani boylar alvaldi deyaveradi, bular olib qo'yibdir, deyaveradi, emne ekan deb men ilik desam, mana bunda turadi, mana dokumentlari. Assalomu alaykum Qirg'iziston elim. Mening atim Yusufjon, familiyam Ergashev. Shu opam aytib ketdi, hozir bular
top bo'lishib qolgan. Akbarov Muhiddin orqali dokumentlar yasashib, bir deyla ishlar bu yerda ularda advokati bo'ladi. Bitta ayoli bo'ladi. Shu vaqtlar ichida ayoli go'sregistr ishlab qoladi. Ana bular shunday qilishib, dokumentlar qilishib, bu uy meni bir akam, bir qarindoshim uyi bo'lardi, shu kungacha yashab kelishyapti. Bular so'rashmaydi. Necha yildan beri yashayapsan? Qancha yildan beri bu yerda turibsan? Necha yildan beri svetni naligini to'laysan, uyni naligini to'laysan deb so'rashmaydi. Ayildoshlar tushishadi, oqsoqollar tushishadi, sotlar tushishadi, nimalar? Oqsoqollar tushishadi, ustalar tushishadi, sotlar to'xtatib qo'yadi. 3-4 yo'l olib tushdim bularni men. Sotni to'xtatishib qo'yib, yasalmadagi mutlarimni uydan chiqarishib, nima qilishdi? O kun visilasiga berib, jon yerimga tepib qo'yib, operatsiya bo'lib chiqdi. Mana o'shda Aqtilek nimasida, urologiyada. Endi kechagi dag'i kelishib, bir Islom degani bor, uy meniki degan. Dag'i tepib qo'ydi. Hozir banisega ko'rinishim kerak, tiyinim yo'q, ko'rina olmayapman. Yugurib borib banisega yotishib oladi. Mana shunaqa o'tiri shunday yomon ishlarni qilishadi. Bular deydi o'zi mutaham, bular yomon deb aytishadi. Men Majidov Ikromjon shu mana shunday nizomsiz ishlar bo'yicha kichkina informatsiya berib ketim. Bizda ayil hukumatdan 2 to'xtam bilan uy turoq joylarni tortib olishib, jasalma dokumentlar bilan shunday ishlarni qilishib 4 bola bilan ko'chada qoldik. 1 yil bo'ldi. 2019-yildan beri sotma-sot juram bir nizom chekindi. Hech qaysi sot o'shdagi sotlarim, No'qatdagi sotlarim hech kimni nizom chekindi ishtamaydi ekan. Chindiq yo'q ekan. Kim olib, kim egallab olsa, o'shaniki bo'ladi ekan. Bu Qirg'izistonda bunday nizom yo'q. Qanday qilib yashaymiz yaxshi bilmayman. Bir chindiq, nizom chekindi ishlaydiganlar yo'q ekan. Bunday 2 to'xtam bilan falshiviy dokument qilib, texnicheskiy pasport qilib sotgan bizni Jango'noqat ayilda juda ham ko'p. Bir yil, mana shu 4 yil semiya emas, ko'p bunday semiyalar. Shuni cho'nglardan iltimos qilib o'tadim. Bir qarab Jango'noqat ayiliga kelib, elni bir tushunib, elni dardini bir tinglab qo'ysin degan maqsadda mana shu Akipresga kelib suyladim. Bunga hukumat, davlat, Qirg'iz eli qanday qaraydi, cho'nglar qanday qaraydi bilmayman. Bizning dokumentlar UDdan prokuraturaga, prokuraturadan MRUga shunday qilib aylantirib grajdanskiy ishlarni, ugolovniy ishlarni grajdanskiy qilishib ishlashyapti. Shu bu korrupsiya deb ataladi. Buni bir cho'nglardan iltimos qara berishlarini so'rayman.